Assalomu alaykum hurmatli Otabek Toshpo'lat YouTube kanali kuzatuvchilari, bizni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan aziz obunachilarimiz. Bugun 2025-yilning 26-oktyabr yakshanba kunida biz Xudo xohlasa baliqlarimizni ko'tarish taraddudidamiz. Baliq hovuzimiz mana qariyb 3,5-4 metrni tashkil qiladi. Juda ham chuqur qazib yuborganmiz. Demak, ana ko'rinayotgan shilanka orqali glubinni deydimi, 76lik nasoscha bilan suvlarni tortyapmiz. Mana bu yerda mana baliq ushlash maxsus kiyimlari keltirilgan. Xudo xohlasa baliqlarimizni ushlashni boshladik. Biz bu baliqlarimizni 2025-yilning 12-aprel sanasida Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan o'sha 20 gram 15 gramlik chovoqlarni keltirib tashlaganmiz. 3-4 xil balig'imizni turi bor. Endi xudo xolasa mana ko'tarish paydamiz. Rosa bugun 6,5 oy bo'libdi inshaalloh. Mana boshlayapmiz. Bir baliqlarimni sizlarga ko'rsatib qo'yay dedim. Baliq juda ham sho'x narsa bo'lar ekan. Oziqasini vaqtida berib, suvni almashtirib tursa, juda ham tez o'zgarar ekan. Xo'p. Bitta ko'taringlarchi bolachalarim, ananib ketay sizlardan. Ana. Xo'sh. Ana. Chapat tashlangan. Bo'ldimi, ko'taramayapsan, og'irlik qilyaptimi? To'xta, yana bir-biring tortib ketma yana. Sizlarni ushlab yurmaylik keyin. Ana. Bular bolachalarim kuch yetmayapti. Pastida kattalari bor. Xo'p, nasib bo'lsa inshaalloh biz baliqlarimizni ko'tarishni va sotishni boshladik inshaalloh. Alloh ishlarimizni rivojini bersin, kasb kamolotimizga baraka bersin. Sog' bo'linglar, hammalaringizga rahmat.